Chaqaloqlar uchun o'yinchog'imiz bor. Narxi 85 ming so'mdan 7 oy 8 oylik bolajonlardan 2 yoshgacha bo'lgan bolajonlarga to'g'ri keladi. Qisqacha ko'rsatib beramiz. O'yinchog'imiz mana shunaqangi o'zini idishda bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, sifati yaxshi, ranglari yorqin ishlangan, plastmassadan ishlangan bo'ladi. O'zini biz bolajonlarga olib berganmiz. 8 oylik paytida mazza qilib o'ynashgan, haligacha o'ynashadi. 1 yoshdan oshgan bo'lsa ham sifati zo'r. Bu o'zini konus o'yinchog'imizdan ko'rib turganingizdek ranglarni yorqin aytganimdek har xil rangni bergan. Yashil orqasi sariq, bu tomonda och oliq rang, to'q oliq rang, bu tomonda qizil, orqasida och qizil. Mana shu har xil rangda berilgan bo'ladi. O'zi mana shunaqangi bittaron plastmas cho'pi chiqadi. Ko'rib turganingizdek aylanma shaklli bo'ladi. Tegi shuna chiqib qo'yiladi. Mana o'zlari ham ko'rsatib qo'ygan, har xil shaklda yig'ishligi kerak. Biz ham qisqacha ko'rsatib beramiz. Xo'p, bu tomonda mana ko'rib turganingizdek bitta solasizlar. Aylanib tushadi. Bu tomonda shuni bos. Aylanib tushadigan shaklda. Buni olisi bunaqa shaklda yig'sa bo'ladi. Olisilar bunaqa. Olisilar bunaqa shaklda yig'sa ham bo'ladi. Ko'rib turganida sifati ham zo'r ishlangan. Aylanishlari yaxshi. Bolajonlar bu o'yinchoq bilan qiynalmasdan mazza qilib o'ynaydi. Biz aytganimizdek o'zimiz bolajonlarga olib berganmiz. Zo'r tavsiya etilgan o'yinchoqimiz. Narxi 85 mingga. Bolajonlarga zo'r mazza qilib o'ynaydigan o'yinchoq. Mana aylantirib qaytadan tushishi ham bolajonlarga qiziq. Xo'p, mana o'zini buni yeb oladi, holisi xohlagan shaklda yig'sa bo'ladi. Qisqasi buni tikina katta bitta mana tikina yana bolajonlarga to'g'ri yig'ishni o'rgatsa ham bo'ladi. Buni men har xil shaklda yig'ib ko'rsatyapman. Buni xohlagan shaklda yig'sa bo'ladi. Yana qaytadan xohlagan shaklda yig'ib ketaveradi. Xo'p, o'zi asli ko'rsatib qo'ygan. Xo'p, tegi katta qo'yiladi. Katta qo'yiladi. Undan keyingisi, undan keyingi rang mana rang qo'yilgan ekan. Undan keyingisi mana shunaqangi sariq qo'ysa bo'ladi. Eng qizig'i bolajonlar mana shu aylanib tushishi bolajonlarga qiziq tuyuladi. Aytganimdek, o'zimni jiyanlarimga, farzandimga olib berganmiz. Mazza qilib o'ynashadi. Eng qizig'i mana shu. Oddiy konus olib bergandan ko'ra mana shunaqangi aylanib tushgan olib bersanglar, bu bolajonlarga ancha qiziq, mazza qilib o'ynaydi. Oddiy konus olib qo'ygandan ko'ra bu ancha qiziqroq. Ko'rib turganingizda yig'di buni. O'zini ko'rinishda mana shunaqangi konus yig'ildi. Sifati yaxshi. Narxiga zo'r o'yinchoq. Bu o'yinchoqimiz do'konimizda juda ko'p sotiladi. Aytganimdek tavsiya etilgan eng yaxshi o'yinchoqlardan bittasi hisoblanadi. Bunga ahamiyat bersanglar, buni har xil shaklda bu yoqdan tushirilgan bo'ladi. Mana boshqa shaklda buni bu tomonda mana dumaloq shunaqangi boshqa ikki xil shaklda. Do'konimizda oddiy konuslar ham bor. Mana ko'rib turganingizdek, buni ham kattalar narxi 105 ming so'mdan. Buni kichkina o'lchamlilari ham bor. 15 ming so'mdan boshlanadi. Hammasi Xitoyga. Har xil ko'payib ketadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 taligiga ranglari har xil yorqin chiqqan. Bunaqa konusdan ko'ra tavsiya etamiz. Aytganimdek mana shunaqa olsanglar, qiziqroq bolajonlarga bu oddiy solib qo'ygandan ko'ra har xil shaklda yig'sa bo'ladi. Buni alohida aylantirib o'ynasa bo'ladi, bunaqa dumaloq o'ynasa bo'ladi. Asosiysi sifati yaxshi. Mana bu yumshoq bo'ladi. Bolajonlar tishlab tashlash ham mumkin. Bu plastmas bo'lib, qirrasi bo'lmaydi, qattiq. Lekin sifati zo'r. Uncha tishlab ham tashlamaydi,
joni bahqat ko'proq ketadi. Bunda bola joylar tishlab yeb tashlashi mumkin. Qisqa tavsiya mana shu o'yinchoq olsanglar ancha qiziq bo'ladi deb o'ylayman o'zim, chunki o'zim sinovdan o'tgan. Yaxshi narsani ko'rsataman mijozlarimizga. Do'konimiz sotuvda bor. Do'konimizda kutib qolamiz.